Assalomu alaykum hurmatli asalachilar. Bugun 1-avgust 2026-yil. Sherikda asalariga keldik. Tog'damiz Namanganda Parda Tursunda. Sherik bu yerga qo'ygan 3-4 yildan beri shu yerga olib chiqiladi. Men 2 yil bu yerda turgan menarim. 2 yil qo'ydik. Endi hozirgi kunda Jizzaxga qo'yamiz. Bu yerda gullagan o'simliklar yaxshigina gullagan. Bu tomonda mana kasa gullagan, sirach, sinyak deydi har yerda har xil atalar ekan. Hozir mana shu darani ichkari tomonlari rosa gullagan. Mana bu tomonlar. Bu tomonga chiqib ko'rganimizda shu kigot o'simligi bor. Tog'li hudud. Asal olish jarayonini ko'rsatib boramiz qo'ldan kelgancha. Hali ishni boshlagan. Hozir bu tomonlari tog'li tomoni ham ancha shunaqa gullar ochilgan. Hop, mana shu o'simlik. Bu hamma yerda har xil atalar ekan. Kimda sirach deydimi, sinyak deydimi? Endi cho'pon tilida yana boshqacha atalar ekan. Xolos, endi mana shu. Endi mana shu gullardan olingan asallardan olamiz xudo xolasa bugun. Mana o'sha seleksioner asalachi Elmurod. Asal bor, tog'da asalidan. To'lashoy aka, o'sha mashhur katta asalachilardan seleksioner. Bu yerda yana bitta seleksioner bor. Asalachi Abdulatif. Boshlandimizda mutaxassislariga, xalqimizga chiroyli mutaxassislari ekamizdan boshlanganiga bu farmon yashirgan kelyapmiz. Xudoga aloqa ko'ramiz. Chiroyli o'qimdan qilib yuradi. Ana asal bor. Karmoshka 1 litr ekan. Bu doim urib turiladi. Qorada. Cho'kinglar, dam olinglar, arachilar. Cho'tga o ana tomshini qarang, o'qit asaldan. Asal tomshini qarang. Shira yaxshigina kelyapti-ku. Shira kesaki oqatda. Deganda bilinadi shira kelayotgan kelmayotgan. Yaxshi tommi shu. Barakasini bersin. Nimaga bu nomer? Ko'pga farqladi. Tommi. Bu aramiz 26-yil Zingir arimizga tog'da holat mana. Shu Kanninka Zingir. Bu hozir 2 gramga qo'yiladi. Bu Turkiya mashinamiz. Bizlarga e'tibor holda ularni fevral boshida ularni qo'yib yelkani chiqaramiz. Turkiya romka ekan. Turkiya so'ring.
Hozir bu yerda sizda karpatan bor. Karpatandan karniki farqi qanaqa? Nima bir farqini sezyapsizmi? Ko'ramiz. Bir chekkadan olganda bilinadi oxirigacha. Nabi karniki yaxshiroq. Anaqadan yaxshi. Nasibut yaxshi. Shira tushishi zo'r. Ertamanda yaxshilik kelyapti. Oho. Soat 8 bo'ldi mana. 8 da 3 daqiqa o'tdi. Olishni boshlaganmiz, lekin shira yaxshi kelyapti. Yana bir bor, ha? Mana. Qo'y, barakasini bersin. Har bo'kib qolyapti mana. Yaltiroq. Mana ishlagan holati. Aynen ishlagan. Qaysi liniya bu? Besh, 7 romkada. 7 romkadagi holat ishlagani. Mana. Zo'r. Şurada tushini qarang. Janovar juda chiroyli ishlayapti. Yaxshigina asal kelyapti mana shu holatda. Mana manzara. Arimiz shu pastlikda. Tomonga qarab yuryapti, tepaga qarab. Yaxshi gullaydiganmi? Qap-qaro. Oldinga qo'ydi. Mana shu yerda YouTube'da tushgan rasmim. Mana shu yerda qo'yib, shu tomonda tushganman. Tepalikda.
Ana ishdan ko'rinyapti. Yalang'och olasini tashiladi. Ha, keyin tushyapti, ko'rinyapti. Hozir mashinadan olyapti. Mana bu yerda asa qiyg'os. Juda zo'r gullagan. Ushbu tomondan ayniqsa shu tomon ketgan mana gullar. Juda zo'r gullab qo'ygan. Shu tomonlar ko'rinib turibdi. Ancha gullagan zo'r. Yana hozir asarlarni olib yakunladik. Allanma shu holatdan tashqariga chiqib. Endi romgalari tozalab bir o'zi joylashib oladi. Lekin shira juda ham yaxshi kelyapti. Shunday bo'lsa ham lekin nafas olib ketdi. Ancha hujum bo'lib. Endi bunaqa qilib oldik, lekin shira juda ham zo'r kelyapti. Qanday? Lekin shunda ham ancha hujum bo'ldi. Asal yaxshi kelishi. Birigasini bersam agar.